Rahmat. Keyin yana bitta kichkinaroq savolim bor-da. Shariat qoidalari haqida fikringizni men eshitmoqchi edim. Juda ham katta savol berib oldingiz. Shariat qoidalari O'zbekistonda shariat qoidalarini bo'lishini tarafdorimisiz yoki tarafdor emassizmi? Shariat qoidalari deganda, masalan, 5 vaqt namoz o'qish shariat qoidalari. Men musulmonman deb yashash shariat qoidalari. Men nikohlanib oila qurishim shariat qoidalari. Bularni O'zbekistonda bo'lishning tarafdoriman. Albatta, shariat qoidalari qiyomatga qadar joriy bo'lishligini tarafdoriman. Endi shariatda xat qoidalari bor, xat. Xat degani zinokorni toshbo'ron qilish, o'g'rini qo'lini kesish, murtadni o'ldirish. Bu hukmlar odamlarni hammasining qo'liga berilishligi tarafdori emasman. Shariat ham shuni aytadi. Hamma qilavermaydi buni. Bu jazo strukturalari murtadni o'ldirish. Shariat hukmi bu. Men aytishim emas, shariatning hukmi. Barcha fuqaholar bil ittifoq aytadi, murtad o'ldiriladi. Murtad o'ldirilishini siz normal holatda kuzatilasiz, to'g'rimi? Murtad bu ateistlar, deistlar, agnostiklar. Yo'q, siz normal holatda basiz. Yo'q, siz savolni javobini eshityapsizmi yoki yo'q, siz savolni javobini eshityapsizmi? O'rtadan bitta narsani tiqib olib yana yangitdan savol tiqyapsizmi? Murtadni o'ldirish masalasiga alohida to'xtalaymi yoki murtadni o'ldirish shariatning hukmlaridan ekanligini aytaymi? Nima deysiz? Murtadni o'ldirish shariatning hukmi. Siz xohlaysizmi, men xohlaymanmi? Shariat murtadni o'ldirishlikka buyuradi. Lekin qaytib aytaman, murtadni o'ldirish hukmini hammaning qo'liga bermaydi. Davlat ijro qiladi uni. Davlat. Ya'ni buni sud tizimi bor, tergov tizimi bor, taftish tizimi bor, uni olib kelib bo'yniga qo'yish bor, guvohlar bor. Bu bir qancha mahkamadan o'tgandan keyin oxir oqibatda murtadni o'ldiriladi. Bu faqat shariatning o'zidagina joriy qoida emas. Bu butun dunyoda bor. Amerika ham murtadni o'ldiradi. Amerika ham o'ldiradi. O'ldiradi. Gap eshiting, mendan so'rang, iltimos mendan so'rang. Amerika xoinni o'ldiradi. Snowdenni ushlasa o'ldiradi hozir. Amerika Snowdenni ushlasa o'ldiradi. 34 ta shtatida o'lim qoidasi turibdi Amerikada. Siz murtad deganda faqat e'tiqodiy jarayonni aytmaydi. Xoinni o'ldiradi. Islom murtadni xoin deb qaraydi. Uni e'tiqodini erkin qiladi. Masalan, siz hozir xohlasangiz xohlagan dinga e'tiqod qilaverasiz. Lekin men musulmonman deb islomni musulmonlarning ichiga kirib olib, ichkarida josuslik qilib, keyin Amerikaga yoki Yaponiyaga borib olib musulmonlarning ichidan ularga xiyonat qiladigan bo'lsangiz, sizga jazo qo'llaydi. Nimaga? Xoinga jazo qo'llash kerak. Bu gaplarni hozir Ozodlik BBC kesib oladida, ana Abror shariat taraf deydi. Men shariat tarafman. Lekin hozirgi kundagi murtadni o'ldirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Lekin shariat o'ldir deydi. Nimaga? Chunki xoinni qo'lini tiyib qo'yish kerak. Dunyoda hozir o'lim bekor qilinmagan qancha davlat bor bilasizmi? Xitoyda pora uchun o'ldiradi. Amerikada xoinni o'ldiriladi. Snowdenni ushlasak nima qiladi deb so'rab ko'ring. Mutaxassislar yozib yotibdi. 60% o'ldirish kerak deydi. Bu shariatni xavfsizlik sistemasi. Shariat aytadiki, islom sanlarga o'yinchoq emas. Avvalo o'ylab musulmon bo'l. Musulmon bo'ldingmi, islomga amal qil. Islomga kirgandan keyin bundan chiqib ketsam bo'laver ekan deb xomtama o'ylama. Islom senga o'yinchoq din emas deydi. Chunki haqiqatda islomning jiddiyati bor. Murtadni o'ldirish masalasi, siz hozir O'zbekistonda shariat bo'lishini xohlaysizmi deyapsiz. Men sizga qaytib aytayapman. Hadlar masalasi, davlat joriy qiladigan masalalarga hech kimni aralashishligini shariat joriy demaydi. Lekin shariat bo'yicha yashashlikka O'zbekistonda qarshilik yo'q. Men musulmonman, 5 vaqt namozimni o'qiyapman, azon aytayapman, nikoh, to'y, aqiqa. Nima to'zilib ketdi? Savolga javob beryapmiz.
Nima qilay? Yarmidan uzib qo'yaymi? Yarmidan uzib qo'yaymi? Jumlani yarmidan uzib qo'yaymi? Keyin kesishilmi yana? Nimaga qisqa qilaman? Nimaga qisqa qilaman? Alohida bitta maydon qilib o'zingizlar gaplashinglar bo'lmasa? Men batafsil javob beraman, batafsil. Meni o'zi zotan qisqa qilib montaj qilishadi. Montajni ko'rib olaverasiz bo'lmasa. Tushunarli sizga Siz savolga tushundingizmi, javobga tushundingizmi? Murtad haqidagi masala shariat bo'yicha joriy, lekin bugungi kunda murtadni o'ldirish hukmi hozir yo'q. Murtad nima qiladi desa, hech narsa qila olmaymiz. Illo O'zbekistonda boshqa din vakillarini ixtiyoriy shaklda xususiy dinin ta'lim olishligiga taqiqlanadi. Ana shu taqiqni tarafdoriman men. Nimaga? Chunki murtadni oldini oladi bu qonun. Tushundingizmi? Abram Muxtor Ali qayerda qochgan? Qayerda qochgan? Bizni ko'pchilik o'yladiki, buni ham kemasi cho'kdi deb o'ylashdi. Bizni kemamizni cho'kdi deb o'ylaganlar bizning kemani suv osti kemasi ekanligini esdan chiqarib qo'ydi. Biz cho'kkanimizda ham faoliyatda bo'lamiz. Bizni kemamiz sizlarni somon kemanglardan emas. Bizniki podvodniy lodka. Suv ostida ham suza oladigan kema. Biz cho'kkanimizda g'alaba qilayotgan bo'lamiz. Buni sizlar bilmaysizlar. Aytib aytyapti. Hammang birlash. Sallarga qarshi turishlik men uchun sharaf. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati, ahli sunna va jamoaning mavqefi, pozitsiyasi. Sallardan orqaga qaytish yo'q, chekinish yo'q hech qanday.